Mana yana bir kunim sarguzashtlarimdan. Moskvada yurgan musofirlar hech qachon podrabotkaga chiqqanda pulinglarni olmasdan obyektdan chiqib ketmanglar. Kecha video qo'ysam, uncha yaxshi ovozim eshitilmabdi. Podpiska ham mal tushdi, keyin kommentariyalar ham kam. O'shandan keyin yengitdan zapis qilishga harakat qildim. Xullas, borgan joyimda pulimni bermasdan, siz ketavering, tipa keyin tashlab beramiz deyishayotdi. Yo'q, kelinglar dedim. O'tgan safar ham xuddi shunaqa ishonib, yana qaytib kelib, yana 3-4 soat kutishimga sababchi bo'ldinglar dedim. Endi bo'lmas, boshqa menejer orqali boruvdim, Nufshorovni. O'shaning uchun pulimni olib qaytib chiqib ketishga harakat qildim va где-то 40 minut o'tirdim. Pulimni olib berishdi. Hattoki bular перевод qilamiz deyishgan joyda наличный pul olib kelib berishdi. O'shaning uchun pulinglarni olmasdan obyektdan chiqmaslikka harakat qilinglar. Bu yerda уже men ночной подработкаga bordim, lekin u отмен bo'ldi, потому что men adresni topolmadim. Menga adres yuborgan menejer aloqaga chiqmadi, uyga qaytib keta qoldim, kechga qolib ketmaydi. Shunaqa gaplar. Naushnikimni yo'qotdim. Sizga bu yoqor bobodan nima so'raysiz desa, men ham naushnik so'rayman desam kerak endi. Yaxshigina qimmatgina oluvdim, sizgina qo'ysam birorta qo'llab qo'ygan shekilli endi shkolada bunaqa narsani ko'tarish jani krasiviy bo'ladi deb. Undan ko'ra yugur ko'p deb indamay keta qoldim. Suvlarda nima qilib yuribsizlar Moskvadagi musofirlar?